Barchalarga assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men blog uzman. Do'stlar, qaranglar, men yangi uy oldim va uyimga narsalarimni, ya'ni mebel shunaqa narsalarimni joylashtirdim. Mana oyoqcham, sandig'im, kravatim, hamma narsamni joylashtirdim. Hozir men televizor ko'rib o'tirayotganim oyoqcham bilan. Do'stlar, qaranglar. Men sizlarga endi uyimni ko'rsatsam. Qaramayaptimi? Mayli e'tibor bermaymiz. Mayli bunga e'tibor bermaymiz. Do'stlar, qaranglar. Men sizlarga uyimni ko'rsatmoqchiman. Qaranglar. Qarab turinglar. Ko'rdinglar? Do'stlar, bu nimaga? Bu bunker, ya'ni mana shu uyga yoki qishlog'imizga bitta bomba tushsa yoki meteorit tushib kelsa, men mana shu yerga kirib olaman va do'stlar, qaranglar, oyoqcham va kravatim mana shu yerda azza qilib zerikkan paytda televizor ko'rib, ikkita televizor, bunisi YouTube'li, bunisi oddiysi. Ikkalasi ham o'ynasa bo'ladi. Do'stlar, mana shunaqa joy va men sizlarga ko'rsatadigan joyim mana. Qaranglar, do'stlar, men ikkita himoya qilganman. Bittasi eshik va zombilar ham kira olmaydi. Ko'cha zo'r va bunkerim narsasi. Do'stlar, qaranglar. Ne qilamiz? Yopamiz, qaranglar. Voy, mana shu yerda edi. Do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? Nima bular bunaqa qoldi? Mayli. Xo'p, do'stlar, endi qaranglar. Voy, lavaga tushib ketishimga sal qoldi. Voy, do'stlar, qaranglar. Masalan, o'rtoqlar bilan o'ynayotganda kimdir silahni qayerdan qo'layotgan. Shunaqa qilasizlar deb uni adashtirib turibman kelganda. Yo'q, do'stlar, yo'q. Ay, og'riyapti. Ay. Mencha yo'q, o'lmay. Do'stlar, qaranglar, bundan ko'p turman bor lavaga tushadi. Lava bu chuqur lava. Shunaqa qilib qo'yganman va sizlar ham shunaqa qilib qo'yinglar. Nima qilamiz, do'stlar? Ochib turib. Keyin yana bitta joyni ko'rsatmadim sizlarga. Mana shu joy chiqadigan joyi. Qaranglar, mana shu joy. Qornim ochib ketdi. Mana dadam. Bu bunkerim boyga ko'rsatgan. Mana mayli. Endi meni qornim ochdi, do'stlar. Ozgina oyoqcham bilan televizor ko'rib ovqatlanaylik. Oyoqcha televizor ko'rib o'tiramiz, do'stlar. Yo. Do'stlar, qalay muzika. Meni uyqum kelyapti, uxlayman. Hammasi qorong'i. Nima? Stop. To'xtanglar. Meni kravatim bu yerda va oyoqcham bu yerda emasmidi? Do'stlar. Chatsoq. Men axir yana bitta narsa. Men axir boshqa joyda yotgandim edim-ku. O'zimni mana bu hisob ma'murani qasqan ekan. Bilmayman, yoshlarda bo'lsa kerak yoki sandiq pastidamikan. Sandiq ichida bo'lsa kerak. Men sandiqdagi narsalarim qani, kimdir o'g'irlab ketdimi, do'stlar? Tushunmayapman. Mana shu yerda televizorni o'chirib, keyin uyquga ketgandim. Va buni ko'zim ochsam, ana u pastdagi joyda yotibman. Qanaqasiga, do'stlar, aqlga sig'maydi bu. Yoki
yoki bu ishni kimdir qildimikan? O'yla Mustafa. Televizor o'chiraylikchi. To'g'ri, televizordan ko'raylikchi. Qani nima deyishyapti ekan? Nima televizorda ko'rsatyapti bunaqa? Mayli, zotda ovoz eshitilyapti-ku. Diqqat. Hozirgi hammaning uyida o'g'rilar ko'payib ketdi. Ularda pullarni, narsalarni o'g'irlab ketmoqda. Uyingizni saqlang. Iltimos. Do'stlar, nima bu? Do'stlar, nima? Axir menimcha men tushundim. Men. Olmayib olay, qani ochib ketdi. Nyam. Olmayman. Do'stlar. O'ynaymiz, kuylaymiz. Xullas do'stlar, qaranglar qanaqasiga. Voy, falokat. Nima qilamiz endi? Mayli. Axir men uyimni naqadar qushlab qo'yganim-ku, do'stlar, qanaqasiga. Qornim muncha tez ochyapti. Hech narsa yo'q ekan bu yerda ham. Kitobim bor ekan. Kitob o'qib o'tirsam desam. Do'stlar, men yeb olaman. Qornim ochyapti lekin. Do'stlar, men manimcha ko'chada yomg'ir yog'mayaptimikan? Yo'q, ko'chada yomg'ir yog'mayapti. Bu yerlarda-chi. Yo'q do'stlar. Lekin men nega sovqotyapman juda. Sovqotyapman. Balki ayiqchadan so'raymiz. Ayiqcha, sen ko'rmadingmi narsani? Axir bu qayerdan bilsin, bu oddiy o'yinchoq bu. Sizlar mayli televizorni o'chirib qo'yamiz. Xo'p, endi bizning sirli yo'limizga yaxshi kirmadimikan? Tekshiraylik. Joydamasda do'stlar. Menimcha boya ko'rganimda mana bu yer mana bunday edi, mana bunday. Hozir lekin do'stlar tushunmayapman. Voy. Do'stlar, nima qilib turibdi bu endi? What? Mana bu yerda mana chiqqanmi, mana yo'lni kimdir kuzatib turganmikan? Axir boya ko'rganimda kimdir nazar ko'rgan deb o'yladim, lekin e'tibor bermagandim. Mana bu yerdan kimdir kuzatib turganmikan? Keyin axir o'zim tushdim-ku, hech kim yo'q edi. Mayli, nima bo'lganda ham bo'lar, ish o'tib ketdi. Mayli, qaramiz do'stlar. Mayli do'stlar, barchalarga xayr, sog' bo'linglar, omonat bo'linglar.